sizlarga yangi ma'lumotlarni berib o'taman va ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Xo'p, birinchi navbatda biz bugun kalit so'zi metodini qo'llash orqali o'tilgan axloqiy tarbiya, ekologik tarbiya. O'qing. O'simliklar dunyosi. tabiat, asosiy metodlar, o'tkazmali O'yin miktori. Tabiat. So'z. atrof olam, Xo'p. savollarga hammamiz javob yozib kelamiz va o'tilgan mavzularni mustahkamlash maqsadida nazorat savollarini bajarib, topshiriqlarni bajarib kelamiz.